Assalomu alaykum, muhtaram Shavkat Miromonovich. Mana men sizga ijtimoiy tarmoq orqali 6-marta murojaat qilishga majbur bo'lyapman. Bunga asosiy sababi mana shu Prezident virtual qabulxonasi orqali berayotgan murojaatlarim va unga berilayotgan ko'r-ko'rona javoblar to'g'risida. Men qisqagina qilib o'sha murojaatlarimni sizga va xalqqa havola qilmoqchiman. Mana boshlab mana bugungi kungacha jami 181 ta murojaat qildim. Shu murojaatlarimga umuman mutlaqo ko'r-ko'rona javob berib kelmoqda. Shulardan mana bittasi Ichki ishlar vazirligiga berganman. Ichki ishlar vazirligi qabul qilib olgan. Bu Ichki ishlar vazirligi bu murojaatimni Toshkent viloyat tergov boshqarmasiga jo'natgan. Toshkent viloyat tergov boshqarmasi arizani o'qib ko'rmasdan, arizada men umuman o'sha Angren shahrida xonadonlarni bir guruh shaxslar tomonidan qalbaki ishonchnomalar olib kelib, ishonchnomalar asosida tortib olayotgani yuzasidan berganman arizani. Arizaga bergan javobi mutlaqo boshqa ma'noda javob bergan. O'sha bergan javobini o'qib ko'rib, mana men bu yerda yozib qo'yganman. Men shu javobdan noroziman. Meni arizam xonadon oldi-sotdi bo'lganidan norozilik bildirib ariza yozganman. Arizam mutlaqo boshqa ariza javobi ilova qilinib yopilmoqda deb qo'yganman. Lekin buni o'sha jo'natgan vaqtimda nazoratchi tomonidan tekshirib ko'riladi deb ko'rsatiladi. Lekin hech qanaqa tekshirib ko'rilmaydi. Mana bular bergan javob xatini ko'rsataman sizga. Mana javob xati, oldin berilgan javob xatlar faqat chislosi o'zgartirilyapti. Mana chislosi o'zgartirilyapti. Tarmoqqa qo'yib arizani yopib tashlayapti. Mana bular lekin o'zgartirilgani yo'q. Hammasida mana shu bir holatda kelyapti. Undan tashqari mana bu yerda jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov tiklash va ish yurituviga olib borish degan. Bu 13-aprelda bu haligi Ulug'bek Hojimurodov va Umid Xudoyqulovlar to'g'risida bergan arizamga berilgan javob bu. Undan tashqari eng qizig'i mana bu yerda qarang, dalolatnoma ham rasmiylashtirilgan. Go'yoki 4-iyun kuni meni mana shu 95lik 066 36 raqamimga ular telefon qilib, qarangki, menda telefon bilan muloqot qilibdi, 18 daqiqa davom etibdi. Bunaqangi yolg'on ma'lumotlar berish charchamadim muhtaram Shavkat Miromonovich. Lekin men ham qayta murojaat qilishdan charchamayman. Chunki qachonki adolat qaror topmas ekan, men murojaat qilaveraman. Balkim bular meni oxiri qamab qutulishi mumkin, lekin qamab qutulmaydi. U yerda ham baribir yozish imkoniyatlari bor. Ular jam meni bir 10 yilga qamab olmasa kerak. Baribir o'sha qachon bo'lsa-da o'sha jazo muddat tugagandan keyin chiqqanimdan keyin albatta bu holatlarni yana davom ettiraman. Hozir mana shu barcha holatlar yuzasidan, chunki aynan tergov boshqarmasi boshlig'i Ulug'bek Hojimurodov ishlab turgan joyda bunday holatlar ochilmasligi, ikkinchi holat bo'yicha o'sha uyda xonadonlarni oldi-sotdi qilib xalqda 20 yil, 25 yil, 29 yil yashagan uylarni tortib olayotgan bir guruh shaxslar, ya'ni o'sha aynan shu yerda ishtirok etgan sobiq prokuratura xodimi Abdurasul Yunusov va sobiq ichki ishlar boshlig'ining o'g'li Dilshod Mamadaliyev, uni hozirgi kunda ham u yerda qarindosh urug'lar ishlashligi tufayli bu yerda bu holatlar ochilmasligi va qonuniy huquq baho berilmasligini bildirib, Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturaga o'sha Jinoyat protsessual kodeksining 76-moddasiga asosan shubha ishlar to'liq olib borishga shubha uyg'otgani sababli Ichki ishlar vazirligi tergov departamentiga olib berishni so'radim. Qani endi bu arizani ham natijasini kutamiz. Shavkat Miromonovich adolatni tiklash, haqiqatni tiklash uchun men hech qachon charchamayman, kurashni davom ettiraman. Agarda ular shunday yolg'on ma'lumotlar bilan yopib baribir bu ishni yopib tashlaymiz deb o'ylasa adashadi. Bu mana bu yolg'on ma'lumotlar mening nomerimga haqiqatdan qo'ng'iroq qilganligi,
men bilan 18 daqiqa muloqotda bo'lgani bularni tekshirib ko'rish juda oddiy hozirgi kunda. Hech qanaqangi menga qo'ng'iroq bo'lmagan va men bilan suhbatlashmagan. Shuning uchun sizdan Shavkat Miromonovich yana bir marta iltimos qilib so'raymanki, o'sha holatlarga aniq huquqiy baho berish va bunday davlatimiz qonuni va qomusiga xiyonat qiladigan xodimlarga nisbatan chora ko'rish yuzasidan bir ishchi guruhi tashkil qilib mana shu holatlarni tekshirtirishingizni sizdan iltimos qilib so'rab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.